Dubaydagi qurilish kompaniyalarida shunchalik pul ko'pki, ulardan biri Prestige One Argentina futbol terma jamoasiga homiylik qiladi. Tasavvur qilyapsizlarmi o'rtoqlar? Jahon chempioni Argentina terma jamoasi. Messi yetakchiligidagi Argentina terma jamoasi dunyodagi eng kuchli futbol terma jamoa hisoblanadi va ushbu terma jamoaga homiylik qilish hammaga ham emas. Va mazkur quruvchi kompaniya Prestige One buni amalga oshirmoqda. Ushbu proyektni birinchi lokatsiyasiga e'tibor beringlar, mana Dubai Islandda joylashgan, ya'ni birinchi liniyada, shundoqqina dengizni bo'yida joylashgan. Dengizni bo'yidagi birinchi liniyadagi proyektlar odatda juda ham talab yuqori bo'ladi. Bu yerda narx o'sish ko'rsatkichi juda yuqori. Albatta o'zini alohida basseyniga ega. Mana bu yoqda hattoki kinoteatri ham bor. Ya'ni jami 35 dan ortiq umumiy jamoat qulayliklariga ega o'rtoqlar. Juda ham ajoyib. Boshlang'ich narxlar $550 ming.